Okey, hammasi oldin aytmoqchiman. Mani musiqiy vkusim yo'q. Bu haqida Telegram kanalimda post qo'yganman. O'qib chiqishga erinmagan bo'lsangiz, unda malades. Agar eringan bo'lsangiz, qisqa qilib aytib o'taman. Menda prinsipi qo'shiq eshitganimda men takoy ma'nosiga yoki mantig'iga baho bermayman. Menga shunchaki u kachatsa qilsa, ya'ni men eshitib maza qilsam yoki bo'lmasa menga yoqsa, u men uchun yaxshi qo'shiq. Yoki bo'lmasa men uni eshitganimda meni ichimda bir g'alati emotsiyalar paydo bo'lsa, unda u qo'shiq men uchun voshe yuqori darajadagi qo'shiqlar qatoriga kirgizaman o'zimdan o'zim. Men shu uchun ham funk eshitaman. Ko'pchilik aytdi, nimaga sen funk eshitsa, o'zi funk eshitishdan nima foyda? Funk senga nima beradi? Funk eshitganimda men shunchaki o'zimni dunyoni o'rtasida va butun dunyo meni atrofimda aylanayotgandek his qilaman va ko'pincha fonga qo'yib o'zimni miyamda informatsiya, ya'ni o'zimni fikrlarim bilan o'zim qolishni yaxshi ko'raman, chunki fondagi tovushlar eshitilmaydi, faqat fong va meni o'zimni miyamdagi tovushlar. Fongda ma'no bo'lmaganligi uchun ham men uni juda ham yaxshi ko'raman. Xullas, meni musiqiy vkusim haqida boshlang'ich informatsiyani qo'lga kiritdingizlar. Xullas, bundan bir 3-4 yil oldin, tam 2022-yilda, 23-yillar oralig'ida rekomendatsiyamdan Let It Happen musiqasi chiqib qoldi. U qo'shiq meni takoy hayotimni tubdan burib o'rgan qo'shiqlar qatoriga kirgizib qo'yib bilaman, chunki Nimaga Let It Happen men uchun juda muhim va Let It Happen o'zi nima? Let It Happenni hozir O'zbekistonda ko'pchilik hammasini qo'yib ber, hammasini o'z qo'liga qo'yib bor, hamma o'zi xohlaganday bo'ladi. Ya'ni o'zi hamma muammolar o'z-o'ziga yechilib ketadi degan ma'noni olib keladi. Shunchaki ne stressuy bratan, hammasi yaxshi bo'lib ketadi degan ma'noda kelishi kerak edi. Lekin tushunib turganingizdek, men ingliz tilini bilmayman umuman. Shuning uchun men qo'shiqni shunchaki eshitilishi yoqib qolgani uchun men unga bog'lanib qoldim va maza qilib eshitishni boshladim. Faqat qayta va qayta ana shu qo'shiqni eshita boshladim. Eshitaverdim, editlarni ko'rdim. Reverse deydimi, slow edition yoki bo'lmasa fonkga aylantirilganlarni ko'ra boshladim va shu bilan parallel Better Call Saul filmi bilan editlari ham chiqib keldi. Men o'shanda Breaking Bad full tugatgandim. Shundan keyin albatta Better Call Sauldan editlar chiqa boshladi. Breaking Bad'dagi men yaxshi ko'rgan personaj Saul Goodman bo'lganligi uchun men Better Call Saulda ham ko'rishim kerakligini tushundim. Bu qo'shiq menga shunchaki turtki berdi. Men ana shu qo'shiq uchun ham Better Call Saulni ko'ra boshladim. Va bunaqa istoriya menda bir marta bo'lmagan, balki bir nechta marta bo'lgan. Love Me Not degan qo'shig'i bor adashmasam. Розовая пора моей школе degan anime bor. Imенно ana shu qo'shiq bilan editlar chiqa boshlaganda yaqinda bo'lib voqea, men o'sha animeni full boshqadan ko'rib chiqdim. Imенно Love Me Not qo'shig'i meni rekomendatsiyamga editlari chiqqandan keyin. Xuddi shunaqa istoriya bundan oldin Let It Happen va Better Call Saul bilan bo'lgan va eng kulgilisi Better Call Saul ham va Let It Happen ham menga bir xil emotsiyani berdi. Bu bilmadim, balki hamma bilan shu narsa bo'lgan, chunki befoydaga hech kim Saul Goodmanni Let It Happen qo'shig'iga qo'yishmaydi. Sababi Saul Goodman ham hammasini qo'yib beradi, xuddi o'sha qo'shiqqa o'xshab va eng kulgilisi o'sha qo'shiqda ma'nosi bo'lmasa ham, imенно shu eshitilishi ham shunaqa ma'noni beradi, shunaqa vibe beradi. Ya'ni hammasini qo'yib ber do'stim. Hammasi o'z qo'licha ketaveradi. Hammasi yaxshi bo'ladi degan ma'nolarda keladi-da. Va men bu qo'shiqni eshitganimda xuddi shunaqa emotsiyani qabul qilganman. Ma'nosini tushunmagan bo'lsam ham. Va shu uchun meni yuragimda bu qanaqadir tamg'aday bo'lib qolib ketgan. Va eng kulgilisi, men ayni Better Call Saulni ko'rib bo'lgandan keyin ham xuddi shu emotsiyani olganman. Boyna aytganimdek. Ya'ni ana shu Better Call Saulni ko'rayotgan vaqtimda men hayotimdagi eng muhim damda edim. Ya'ni men o'zim qarorlarni qabul qilishim kerak bo'lgan davrda. Shu 11-sinfda oxiri, 10-sinfda boshi, 10-sinfda oxiri, 11-sinfda boshi, uzr adashib ketdim. Ana shu oralig'da edi. Men bu ishni hal qilishim kerak edi. Keyinchalik nima qilishim kerakligini bilishim kerak edi. Va Fuck Let It Happen, Better Call Saul ikkalasi men hayotimga keldi. Better Call Saul haqida alohida video olish kerak. Lekin Better Call Sauldagi aynan Saul Goodmanning hayot yo'li, shu u o'zi ichidan xohlagan narsani emas, balkim akasiga yoqish uchun harakat qilaveradi. Oxiri baribir ichidagi Saul Goodman yutib chiqishini men shunaqa ma'noda ko'rganman. Ko'pchilik bu kinoni boshqacha ma'noda ko'rgan bo'lishi mumkin, lekin men shunaqa qabul qilganman va men uchun bu demak, sen o'zligingcha qolishing kerak. Demak, sen o'zing bo'lishing kerak. Va aynan shu kino sababli ham men ana shu kanal, ana shu ijodni boshlaganman. Better Call Saul men uchun hayotimdagi eng muhim kinolardan biri hisoblanadi, seriallardan biri. Let It Happen bilan ham shunaqa. Ya'ni hammasini qo'yib ber vibe-ni menga berganligi uchun u men uchun top darajadagi musiqalar qatoriga kirgiziladi. Va paradoks shundaki, menda bo'yni yuqorida aytganday vkus yo'q. Vkus shakllanmagan, musiqiy vkusim yo'q. Men bu vkusni shakllantirishga harakat qilib ko'rganman. Aynan o'sha vaqtlar kunduzi ham o'zini musiqiy videolarini chiqara boshlagandi, musiqiy maslahatlar bera boshlagandi. Tam Weekend'ni, Drake'ni, yana kimlar bor edi. Xullas shularni maslahat berayotgandi. Men ham o'zimcha aqlli ko'rinish uchunmi bilmadim, tam endi shunaqa qo'shiqlar eshitib yurgan odamlar vkusi yaxshi bo'lsa kerak, demak men ham eshitishim kerak ekan deb eshitib boshladim va
men kutgan rezultatni bermadi. Shunchaki men kayf olmadim qo'shiqlarni eshitib. Ayrim qo'shiqlari, Weekend, Daft Punk ayrim qo'shiqlari menga yoqdi, lekin full ijodiga qiziqib qolib yoki bo'lmasa yotib olib eshitayotgan darajada emas. Menga shunchaki aytilishi yoqsa bo'ldi. Yoki bo'lmasa men bularni mazza qilib eshitmaganim sababi men bularni ma'nosini tushunmaganman. Qo'shilib xirgoya qila olmaganman. Ustozni Morgenstern bilan misol uchun xuddi shunaqa narsa bo'lib o'tibdi menga. Что, men boshida yoshligimda kichkina pizuk bo'lgan vaqtimda uni qo'shiqlarni eshitgandim. O'sha Хью Хафнер, "Ведь я бешусь как молодой Хафнер", Крисали yoki bo'lmasa shunga o'xshatgan qo'shiqlarni eshitib, maza qilib, qo'shilib kuyurardim. Pablo Aristokratlarni. Vot, katta bo'lganimdan keyin uni qo'shiqlarini bir res eshitishni to'xtatdim. Rapga men qiziqish o'ldi, faqat funk aytgandek balo-batarlar. O'sha vaqtda ayni Morgenstern ham ijodi anchagina pastga quladi va shundan keyin u o'zini yangi karyerasini boshlaganda uni qo'shiqlarini yana eshita boshladim. O'sha Povod yoki bo'lmasa Dom, Milidom, yana shunga o'xshatgan Последний любовьmi, Parashokmi, shunaqa qo'shiqlar chiqa boshladi. Misol uchun Povodda qo'shilib aytib bilaman, ayrim o'sha qo'shiqdagi gaplarini sitada qilib keltirib hayotimda ishlatyapman. Misol uchun o'sha Povod qo'shig'idagi. Xullas, meni musiqiy vkusim неоднозначный narsa. Men shunchaki menimcha til bilmagan bu narsa juda ham katta ta'sir qilayotgan bo'lsa kerak. Lekin men funkka bo'lgan muhabbatim bilmadim nimaga. ChatGPTdan so'rasam, что men emotsionalniy holatim musur, balobatar, что yaxshi eshitilmaganmishman, men eshitilish xohlar ekanman, men narsis ekanmishman, yana shunga o'xshatgan balobatarlarni chiqarib berdi. Men funkka qiziqishimni so'raganimda, endi bilmadim, bu yoqda hammasi individualniy fignya bo'lsa kerak. Lekin men yana bitta narsani aytmoqchiman, что Let It Happen O'zbekistonda populyarizatsiya, ya'ni mashhur bo'lib ketyapti. Har tishdan Let It Happen'ni maqtab chiqishyapti, har joydan Let It Happen zo'r, Let It Happen udar, Let It Happen wow, san'at asari deyishyapti. Menga bu yoqmayapti. Nimaga? Chunki men uchun Let It Happen bu meni bir qismim. Meni tariximning bir qismi va meni tariximning bir qismini hamma eshitishi men uchun bu qanaqadir yoqimsiz hissiyot. Xuddiki, qanday tushuntirsam bo'ladi. Qiz bilan misol keltirishim mumkin. Men oldin gaplashgan qizimni hozir boshqalar ishlab turgandek. Bu sal g'alatiroq eshitildi, lekin shunaqaroq hissiyot bo'ladi. Xuddiki menga xiyonat qilganlardek tuyulyapti menga Let It Happen bilan. Bu umuman g'alati, lekin shunaqa. Paradoks shundaki, hozir men bu tovushni yozayotgan vaqtimda o'zimni gapirayotgan gapimni eshitmaslik uchun naushnikimda fon qo'yib qo'yganman. Bu shunchaki ma'lumot o'rnida. O'zbekistondagi populyarizatsiyasi bilan gaplashdik. Что hamma уже wow, zo'r deb boshlayapti va bunga asosiy sabab o'zidan aqlli ko'rsatish uchun 1984 nimaga trend bo'ldi? Что odamlar o'zidan aqlli narsa olishga harakat qilishganligi uchun. Va Let It Happen bilan ham shunaqa, menimcha. Men shunaqa deb o'ylayman. Fanatlar haqida Minordi fanatlari, BTS fanatlari, men ancha o'yladim, nimaga odamlar bunaqa fanatlik qilishadi? Nimaga biz fanatlarni yoqtirmaymiz? Nimaga biz fanatiklarni yoqtirmaymiz? Va javob juda ham oddiy. Xuddi men Let It Happen bilan bo'lgandek bo'lib qoldi. Ya'ni Let It Happen meni hayotimning bir qismini qutqarib qo'ygan yoki bo'lmasa o'sha joyni yaxshilab ketgan narsa sifatida ko'rganman. Men avvaldan musiqa bilan kelishmaganman. Eslashda kimgadir qiziq bo'lsa, 2020-yillarda men Luke Batunni eshitib misol uchun-da, Fixide, Minecrafterlarni qo'shiqlarini eshitib turgan bachaman. И только кожаных штанах, на железных сапогах, и только кожаных штанах, спасли удочки в руках, и только кожаных штанах, пропаштовникini. Короче, ana shunaqa qo'shiqlar, ma'nosiz bir musur qo'shiqlarni men eshitardim. Hozir любой odam uchun bu musur, men uchun ham musur, lekin bu meni tariximni, meni bir fikrlashimni bir qismiga aylanishga ulgurgan bularning hammasi. Shuning uchun men uchun bu qanaqadir muhim narsa. Men buni shunchaki olib o'tira olmayman. Va BTS eshitayotgan yoki bo'lmasa Minorda eshitayotganlar bilan ham shunaqa. Qaysidir qismida balkim imенно ana shu qo'shiqlar ularni qutqarib qolgan bo'lishi mumkin ayrim vaziyatlarda. Shuning uchun ham bular fanatlik qilib qolishgan bo'lishi mumkin deb o'ylanib qoldim ba'zida. Lekin baribir bu fakt borki, что musur narsani tan olish kerak. Mana men misol uchun hozir tan olyapman, что Minecraftlarning qo'shig'i musur, lekin men hozir ham qayta eshitishim mumkin o'sha narsani. Funk men yaxshi ko'raman. Kimgadir funk yoqmaydi. Shunaqa, hammaning o'zining vkusi bor, hamma o'zi xohlagan narsasini qilsin. Shunaqa gaplar bilan yashab yurishim mumkin-da. Lekin qo'pol bo'lsa ham aytaman, men shunaqa odamman, что boshqalarni g'iybat qilishni va boshqalarni ustidan kulishni yaxshi ko'raman. Shuning uchun afsuski, meni to'xtatib qo'yishlari qiyin ba'zi holatlarda. Agar menga prям kulguli ko'rinsa, o'sha hazil ustidan kulishim mumkin. Men ayrim hazillarim antifeministik hazillarim bo'lgan, seksistik hazillarim bor, gomofobik hazillarim bor. Bularning hammasi meni shaxsiyatimning bir qismi. Men shunday deb qabul qilaman. Va agar kimgadir yoqmasa, qayerga ketishlaringizni o'zlaringiz yaxshi bilib turibsizlar. Avvalgi videolarimni bir sira qaytib ko'rib chiqsangizda, shuni olasizlar qayerga ketishlaringizni. Xullas, shunaqa gaplar.
Bu videoda hammasini umumiylashtirib gapirishga harakat qildim. Bu uzun video bo'lib ketdi, 10 minutdan ziyod bo'lib ketib qoldi. Ming bor uzr. Men bu videoni nima uchun suratga olyapman? Bu video siz turganingizdek men juda ham bir ssenariysiz gapirsam juda ham lan, juda ham bir g'alati, juda ham bir yoqimsiz gapiraman va slovo parazitlarim juda ham ko'p. Parazit so'zlar juda ham ko'p ishlataman. So'kinishlar o'shalarning yarmi, ya'ni parazit so'zlarining yarmi so'kinishlar. Buni qayerda sezdim? Streamimda, o'zimni fikrimni bildira olmadim. Vot miyamda shunaqa zavozlar bor edi, ularning yarmini ham ishlata olmadim. Afsuski, bunga internet ham sabab, оборудование sabab, lekin asosan o'zimni ichki gaplarim ham bor. Menga prosta ssenariy bo'lmasa gapira olmayman. Uzoqlashmaymiz. Menda agar ssenariy bo'lgan taqdirda ham men prям wow qilib gapirishim qiyin va ssenariyni yozishim ham menga sal muammo bo'ladi. Lekin shunga qaramasdan men bilaman, что bir kun rivojlanaman. Chunki как-никак men harakat qilyapman. Как-никак shu videoni olyapman. Keyinchalik razyon qilishimizga mavzular tashanglar. Bu mavzuni men просто так randomni tanlab qo'ydim. Ruscha so'zlarni ko'p qo'shib ishlatyapman. Meni so'zlarimni chiqishini chotkiligi yo'q. Eski videolarimni eshitgan bo'lsangiz kerak. Tiran onasini degan tiran deganman. Skazalka onasini degan skakalkani skazalka deganman. Bu narsalar menda bor. Menda qo'pol bo'lsa ham muammolar juda ham ko'p. Kitob o'qish emas meni muammoyim, kitob o'qiganman, gap bu yoqda umuman kitobda emas. Nimadaligini bilmayman, prosta praktika qilishim kerak ko'proq. Ko'proq praktika qilaman, hazillarni ustida ishlashim kerak. Ko'proq menimcha stand-up. Yaqinda stand-up nima yozsam kerak, nima deydi uni? Tekst yozib ko'rmoqchiman va o'zimcha bir stand-up olib ko'rmoqchiman. Ko'ramiz, buni hammasini ham prosta planladi, olib ko'raman. Shu joyda o'tirgan holatda bir stand-up komik, ya'ni video olib ko'rishim mumkin. Hammasi sekin-sekin bo'ladi, hammasi sekin-sekin rivojlanadi, hammasini sekin-sekin o'stiraman va prosta sizlar agar men bilan bo'lsangiz juda ham xursand bo'lardim. Bu videoni 1000 ta odam ko'rdi. Gam bo'lishi mumkin, maksimalni 1000 ta odam. O'shandan 100 tasi maksimalni shu joygacha eshitdi va sizlarga addushi senki. Agar sizlar bo'lmasangiz, rostini aytsam, men o'zimga bo'lgan ishonchim manfiy ko'rsatkichga kirib ketgan bo'lardi. Chunki meni ham kimdir eshityapti. Kimdir qaysidir O'zbekiston nuqtasida yoki dunyoning qaysidir nuqtasida o'tirib, mana shu bidir shimi qiziqmas fikrimni eshityapti va bu faktni o'zi men orzu qilardim 1 yil oldin shu narsani. Shu mani хотя бы 100 ta kishi eshitishini. O'zimni fermerni xayrlashimni qilaydi. Sizlar bilan o'sha kutmagan rekomendatsiyadan tasodifdan chiqib qolgan shaki bo'ldi. Ko'rganda ko'rishguncha. Goodbye. Sog'indim bu xayrlashishdi.